Bu mashinani remontiga $7000 pul ketar ekan. Hasan aka, agar shu mashina VIP sug'urta qilingan bo'lganida, remonti uchun pulni sug'urta 100% qoplab berarmidi? Agar sug'urta qilingan bo'lganida kasko bo'yicha to'liq qoplab berar edi. Juda ham zo'r ekan. Shu sug'urta VIP sug'urta turini shartlari haqida batafsil aytib bera olasizmi? Bank mijozlari o'rtasida ham rosa ko'p qiziqishlar bo'lyapti. Aka, biz VIP sug'urta deganda har qanday holatda pul olish uchun aytyapmiz. Ya'ni hujjatda kamchilik bo'lsa ham sug'urta to'lov qilib berish kerak. Qizilga o'tib ketsa ham to'lov qilib berish kerak. Qarama-qarshi yo'nalishda bo'lsa ham to'lov qilib berish kerak. Shuni nazarda tutayotgan bo'lsak, ushbu shartlar bilan sug'urta shartnomasini tuzsa bo'ladi. Juda ham zo'r ekan. Hech qanaqa lekin-pekin yo'qmi? Pul to'lab bermaslik uchun asos bo'ladigan. Bitta lekin degan joyi bor, qasddan qilish. Ya'ni siz sug'urtadan pul olaman deb mashinaga ataylab zarar yetkazmasangiz bo'ldi. Hasan aka, bilasiz, bizda sug'urtaga nisbatan ishonch juda ham past. Shuning uchun sug'urta to'lovi bo'yicha qanaqadir kafolat bera olasizmi? Agar men bilan sug'urta shartnoma tuzadigan bo'lishsa, sug'urta kompaniya holat bo'yicha to'lov qilib bermaydigan bo'lsa, sug'urtaga ishlatgan pulini men yonimdan qaytarib berishim mumkin. O'zingiz pulingizdan qaytarib berasiz. Xuddi shunday. Juda ham taklifi zo'r bo'ldi. Bu videoni sug'urta bizda ishlamaydi degan do'stingizga yuborib qo'ying. Ha, aytgancha, men bankir, aka sug'urtachi. Agar hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir ayni vaqtda sug'urta kerak bo'lsa, lichkaga murojaat qilishingiz mumkin.